Namoz debdilar. As-salatu bi manzilati ziyafati qad hayya'aha Allahu lil muwahhidin fi kulli yawmin 5 marratin. كما أن الضيافة يجتمع فيها الألوان من الطعام ولكل طعام لذة ولون فكذلك الصلاة فيها أفعال وأذكار مختلفة لكل فعل ثواب وتكفير للذنوب. Namoz bamisoli mehmonning o'rnidagi bir ibodat. Mehmonga borganga o'xshaydi. Xudoy taolo bu mehmondorchilikni faqat la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytgan odamlarni bir kunda 5 mahal mehmonga chaqiradi Xudo deyapti. Bu Xudoni chaqirig'i ekanda, tushunyapsizlar? O'zimiz uchun kelayotgan yo palonchi piston Xudoni mehmon bo'lib kelyapmiz ekan. Ziyofatda deyaptilar. Nima bo'ladi desa, ziyofatda dasturxonda turli taomlar bo'ladi. Lazzatli ovqatlar bo'ladi. Har xil rangdagi taomlar bo'ladi. Hali unisidan yeb ko'rasiz, hali bunisidan yeb ko'rasiz. Xuddi shuni singari namoz ichida turli fi'llar, turli zikrlar, turli ibodatlar bor. Har bir ibodatga bitta savob bor. Ana shu ibodatlarning hammasiga siz gunohingizni kechirishlik uchun bitta ne'mat bor deyaptilar. Dasturxonda suv ichgingiz keladi, non yegingiz keladi, osh yegingiz keladimi? Xuddi shuni singari inson Allohning zikriga, ibodatga, namozga, mehmonga kelsa, turli ibodatlarni qiladi. Misol uchun Sami'allohu liman hamidah deylik. Sami'allohu liman hamidah desa, qavm nima deydi? Robbana lakal hamd deydi ichida. Robbana lakal hamd deganligi uchun Robbana lakal hamd. Parvardigor hamd-u sanolar, maqtovlar hammasi senga bo'lsin. Maqtovlariga loyiq, munosib zot sensan deganida o'zi. Farishtalar darhol birinchi yozishni xohlar ekan. 30 ta farishta talashar ekan. Robbana lakal hamd deb qo'ysak, 30 dona farishta bo'lar ekan. Shu 30 dona farishta birinchi men yozsam shuni aytgan Robbana lakal hamdini deb turar ekanda. Namozning ichidagi hammasi. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal azim. Hamma ibodatlarimizga farishtalar shunaqa mehr, muhabbat bilan yozib turishlikni g'amiga tushar ekan. Xudoyim hammamizni ham shu qilayotgan ibodatlarimizni Alloh o'zi qabul qilsin.